Assalomu alaykum. Dilola cho'chaklarni yoqtirib anglab kelayotgan umoqlarim, kechlikinglar xayrli bo'lsin. Bugun biz dunyoviy mashhur cho'chaklar xazinasidagi cho'chaklarni anglamdik. Undaqda men sizlarga Rossiya cho'chagi cho'chak aytishga amroq qizchaqni aytib beray. Rossiya cho'chagi cho'chak aytishga amroq qizchaq. Burunning burunusida bir o'rmonlikning yanidagi bir mahallada Elina ismli bir qizchaq bo'lgan ekan. U yetim bo'lib, yagona yashaydi ekan. Mahalladagi cho'ng kichik ulug' ushoqlarning hammasi Elinaga amroq ekan. Chunki u odatdagidan tashqari tasavvur kuchiga intayin boy ekan. Har kuni mahalladagi bolalarga tayyor cho'chaklarni aytib beradi ekan. Yoki o'zi to'qigan cho'chaklarni so'zlab beradi ekan. Uning har bir kuni ana shunday cho'chaklar dunyosi ichida o'tadi ekan. Elinaning cho'chaklari haqiqatan bak qiziq ekan. Ularda xilma-xil hayvonlar, ajoyib qizqarliq voqealar so'zlanadi ekan. Qushboshliq ishtiyoq, tosh taqib olgan soyibchamal odam beliqlarmi bu cho'chaklardan o'rin olgan ekan. Ba'zida uning cho'chkida bo'rining beshiga yog'liq ortib olgan, sivat ko'tarib olgan mo'may siyoqiga kirib elib, bozorga berib go'sitib olganligi so'zlanadi ekan. Elinaning ajoyib qarayib cho'chaklari bakjiq ekan. U kunda bir yangi cho'chakni aytadi ekan. Har kuni atganlik dars boshlanishdan burun savodoshlari tinish o'ltirib, Elinaning cho'chkini anglashga odatlangan ekan. Yoz faslining go'zal oqshomlari bolalar mahallaning o'tirsidagi cho'ng daraxtning ostiga yig'iladi ekan. Elinaning aytgan cho'chaklari ularni yiroq shaharlarga, bepoyon cho'l jaziralarga, yop-yeshil bo'stonliqlarga boshlab boradi ekan. Ba'zida ular Elinaning cho'chaklari bilan birga kecha osmonida chimirlab turgan yulduzlarga chiqib sayohat qiladi ekan. Muallim har qitim sinfning eshigi oldiga kelganda savodoshlarining butun diqqati bilan Elinaga tikilib qolganligini ko'radi ekan. U doim degidek Elina cho'chkini aytib bo'lguncha eshik sirtida turib, ana sinfga kirib dars o'tadi ekan. Bir kuni Elina cho'chkini aytib bo'lishiga o'qituvchi sinfga kiribdi. U boshlamchilik bilan chavoq chelibdi va "Cho'chkingiz haqiqatan bak qiziqkan Elina" deb maqtabdi. Agar siz bu ishingizni davomlashtira olsangiz, hamon bir kuni qaltis yozuvchi bo'lib qolasiz. Siz texmi ko'p kishilarga cho'chak aytib bering. Bu kishilarga xo'shalik bag'ishlaydi. Sizning do'stlaringiz texmi ko'payadi. Elina bak aqlli. O'rganish natijasi yaxshi ekan. Shunga o'qituvchilar va savoddoshlarning hammasi uni bak yaxshi ko'radi ekan. Elina har kuni o'ynab, kulib yuradi ekan. U nega borsa, shu yerga xo'shalikni boshlab boradi ekan. Lekin mahalladagi biraylar Elinani yaxshi ko'rmaydi ekan. U temirchining qizi Lida ekan. Lida bak hasadxo'r bo'lib, savodoshlarining yomon gapini qilishga amroq ekan. Hammalarning Elinani maqtishidan bak bezor bo'ladi ekan. Lida har kuni maktabdan qaytib kelganda Elina undoq, Elina mundoq, Elina yolg'on aytishga amroq, u og'ziga kelganini to'qib, ko'pchilikka yaxshi ko'rinadi deydi ekan. Temirchi qizning bundoq gaplarini anglab verib, oxiri ishinib qopdi. Muallim rag'batlantirgandan keyin Elina har kuni bozorga berib, kishilarga cho'chak aytib beradigan bo'pti. Uning cho'chaklari cho'nglog'imi yiqib qopdi. Uning cho'chaklari o'tgan kashkarlarni o'ziga jalb qilib oldigan bo'pti. Ular Elinaning cho'chaklarini qiziqib anglaydi ekan. Anglab bo'lib, Elinani maqtashidi ekan. Ba'zida dexe uningga kichik sovg'atlarni beradi ekan. Elina bolalarni oldig'ini yetmagandek, hamda bozorga berib cho'nglarni qo'ldiradigan bo'ldi, debdi Lida dadasiga. Bir kuni temirchi bozorga berib, Elinaning cho'chkini anglab beqish, uning abdi bashirsini shu yerdagilarning oldida echib tashlash niyatiga kelibdi. Temirchi bozorga beribdi, qarasa, Elina bir yog'och to'ngning ustida turib, bo'ri haqidagi bir cho'chakni aytib-atqudek. Elinaning cho'chkida mundaq bir voqea bayon qilingan ekan. Cho'chakdagi bo'rining ko'rinishi nihoyat qo'rqinchli, tishlari xanjardek ushliq, tili Elinaning putidek uzun bo'lg'achqa, hamma odam uningdan qo'rqadi ekan.
Lekin Büdra shuncha qo'rqinchli bo'lsa-mu, o'sroqmi aski emaskan. Elinaning uy ishlarini qilishga yordamlashadi ekan, yana texi ko'ktatliqni sug'urdi ekan, o'g'itlaydi ekan. Har oqshimi Elinani yo'qlab turadi ekan. Yana texi uzoqdan uzoq mingdishidi ekan. Shunga ular yaqin do'st bo'lib qaptidek. Elina cho'chigini so'zlab bo'lib, ketay deb turishiga Temirchi yuqori ovozda vaqirabdi. Elina aqliga sig'maydigan bu tetuksiz cho'chaklar bilan bizni zonglik qilyotdi. Bizni ahmoq ko'rib, o'zining bildirlishiga ishonadi deb qarayotdi. Agar u bu yerga kelib yana qalaymiqan so'zlaydigan bo'lsa, men uning adibini bermanjimi? Temirchining qo'pol muomalasidan Elina yig'lavatgili tas qapti. Atrofdagi kishilar uningga ich og'ritibdi. Temirchining bir yetim bolaga azor berganligini ayblashibdi. Bir ayol mundaq debdi. U bir kichik bola-ku, qandoq so'zligisiga so'zlayvermamdi. O'zing cho'pchong odam turib, kichik bolaning mayliga qo'yib bermay nimoncha kirishib olsan-a? Sen o'zingcha uni bizga yoqchoq bo'lish uchun ashundoq cho'chaklarni to'qiyotdi deb o'ylayapsan. Hargiz undaq emas. U degancha tanho bir qiz, o'zi osh ishlab ishonganlikdan bizga bu cho'chaklarni so'zlab beryotdi. Amsa, buni qandoq isbotlag'ili bo'ladi? deb so'rabdi Temirchi sal o'ng'aysizlanib. Qandoq isbotlag'ili bo'ladi demsan? Mana, men senga buni isbotlab beraman. Hey, men qara, Temirchi aka, sen Elinani meningchilik tushunmaysan-jimi? Uning ustiga bugun bu yerga kelib oram bir cho'chikni anglading. Aytqina, bir cho'chak asoslanibla uning yaxshi yomonligiga baho bergili bo'lamdi, debdi ayol. Xohlasang, bugun kech men bilan birga uning uyiga berib qarab baq. Sen cho'qim qattiq hayron qolasan. Temirchiga uning so'zlari o'rinliqdek bilinibdi. Shuning bilan u kechda Elinaning uyiga berib qarab baqmoqchi bo'libdi. Zeminni qorong'ulik pardas qaplagan chaqda Temirchi bilan heliq ayol Elinaning uyiga kelib derazadan marabdi. Rost degandek Elina yolg'izgan. U yotma o'rindiqda o'tirib, o'z-o'ziga so'zlayotgandek. "Bo'ri do'stim, men har oqshom sening yo'lingga qarayman. Sen nimishqa kelmaysan? Kunduzi men qushlarning sayrashlarini anglayman. Mahalladagi do'stlarim menga hamroh bo'ladi. Biroq kech kirishi bilan o'zim yolg'iz qolaman. Boshqa bolalarning dadasi va opasi bor, lekin mening hech nimam yo'q." Hasrat bilan aytilgan bu so'zlarni anglagan Temirchining ko'zlaridan yoshlar taramlabdi. U shuni tushunib yetibdi. Elina bu cho'chaklarni boshqa maqsadda emas, faqat o'zi yolg'izsirmaslik uchun to'qiydi ekan. Temirchi kunduzi bozorda qilgan aldirang'ulik uchun qattiq pushaymon qildi. Elinaning derisining yanida bir qaqshal daraxt bor ekan. Temirchi uningga qaraganida kallasida bir xiyol paydo bo'ldi. "Hey, men o'rmonchining qiyofatiga kirib, Elina bilan mungdasam bo'lmamdi." Birdamdan keyin Elina bir kimning derisini bo'shqini chekkanligini anglabdi. Ohoy, aslida bu uning yangi do'sti o'rmon jinishgan emasmi? "Yaxshimisan, Elina?" debdi o'rmon jini. "Mahallangdagi bolalar, hatto cho'nglarmi sening cho'chaklaringni anglashni yaxshi ko'radi ekan. Bilamsan, biz o'rmonchilarmi cho'chaklaringni anglashga amroq. Sen mening uchun bir cho'chak to'qib bersang bo'pti-ku." O'rmonchini shu gapni qilib bo'libla ko'zdan g'oyib bo'ldi. Atsi Elina maktabga borganda savodoshlariga yangi cho'chikni so'zlab beribdi. Bu cho'chakda bir o'rmonchinining Elinaning uyiga borganligi, uning bilan qiziq paranglarni selishganligi bayon qilingan ekan. Bolalar bu cho'chakni berilib anglabdi. Lida maktabdan qaytib kelgandan keyin dadasiga Elinaning yana bir cho'chakni to'qib, bolalarni kuldirlatganligini aytibdi. "Dada, o haddidan bagashib ketdi. Adibini berib qo'ymasang bo'lmag'udek", debdi Lida. Kutilmagandek Temirchi qiziq ochiqlabdi. "Buningdan keyin Elinaning yomon gapini qiluvchi bo'lma, ha? Uning aytganlari butunlay rost bo'lsa, sen endi uningdan afv so'rashing kerak." Elinaning yana bir do'sti ko'payibdi. Do'stlari borgan sari ko'payayotgan Elina yolg'izsirmaydigan bo'ldi.
Umaqlarım, çöçek etiş qamraq adamның haqiqatanmı do'sti ko'p bo'ladi. Men bu çöçek etiş orqali sizlarga umaq do'stlar bilan tanışıldım. Sizlarmu çöçek etiş qamraq qizchaq Elinaga o'xshash men aytib bergan çöçeklarni o'rganib yoki uni o'zgartib, ajoyib qarayib çöçeklarni to'qib boshqalarga aytib beringlar-jimo. Elinaning o'qituvchisi deganga o'xshash çöçek etiş orqali boshqalarga xushallik bag'ishlanglar. Hamon bir kuni qo'l tus yozg'uchi bo'lib qolamsizlar texi. Umaqlarim, shuning bilan bugungi cho'chkimiz mush yerda oyoqlashdi. Oxirda Dilala adamlarga agishib, tuvandagi ballar qo'shqini o'rganinglar, ha? Ballar qo'shqi qo'zi chiqim. Qo'zi chiqim, qo'zi chaq, dumban qara putung aq. Jiringlaydi sahrisang, bo'yningdagi qo'ng'iroq. Texi amdi tug'ilding, o'skin timan qo'zichaq, kutar seni kang yaylaq, iqin suvlar qo'zichaq. Sen onunga qo'zichaq, men onamga qo'zichaq, qiyg'itishib o'ynayli, ikki umaq qo'zichaq. Kichik shoirlar kash bo'lib ketibdi. Annis bugun baldur uxlanglar. Tatliq tushlar sizlarga amra bo'lsin.